Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bunda oldingi videom o'chib qoldi, telefonim zaryadkasi tugab oxirigacha yetmay qoldi. Mana Maxim bilan ishlashni ko'rsatayotgandim. Mana bu shaykasi chirib qolgan. Yaxshilab tozalab, pervikurli aktarali suvdan olib, ozroq quritdim-da. Hozir mana Maxim surkab qo'ydim. Endi bu biroz qurishi kerak. Mana buni ham shunaqa Maxim bilan nima qilib qo'ydim, lekin menga mana shu pastdagi ikkita bargi yoqmayapti rangi. Balki o'zgarib qurib qolar, lekin quvvatini tepaga beradi. Ildiz chiqarib, yangi ildizlar chiqarib olguncha yetadi. Keyin mana bunisi yaxshiroq holatdagisi. Bu sog'lom hozircha. Buni ham mana nima qilib oldim. Svetonoslarni kesdim. Mana bitta, ikkita pochka qoldirdim bunda. Bunisida men 1, 2, 3 ta pochka qoldirdim. Bunda ham 3 ta pochka qoldirdim. Endi nasib bo'lsa ildizlarni hozir ekib qo'yaman. Xuddi boyaga bunda oldingi videolardagidek qilib ekib qo'yaman. Mana mahsulotlarim. Bu birinchi ildiz o'stirib oladi, keyin yangi bar chiqarishga harakati boshlaydi va mana shu joylaridan svetonos yoki detka berishni boshlaydi. Hozir mana qaysini ekamiz endi? Mana bunisi ekib qo'yaylik. Sekin, ehtiyotkorlik bilan ildizlarni joylashimiz kerak. Iloji boricha sindirib qo'ymaslik kerak. Mana o'rnashdi. Endi buni atrofiga buni tagiga mux solmoqman, lekin hozir solib yuboramiz. Ozroq. Shu bitta qo'lda sal noqulayda. Mayli, boyib ketgunimizcha eplaymiz. Hamma narsa sekinlik bilan degandek. Gul sotishni, gul boqishni boshlagan paytim hech nima yo'q edi. Oddiy stand-up'ni oddiy sortidan boshlaganman. Gul boqishni Xudoga shukr, mana hozir shuncha gulim bor. Mana, bu hali yarmi. Ana derazalarim. Bu hali yarmi. Nima deydi? Asosiysi ko'chada, parnikchamda. Bular deyarli ko'pchiligi sotish uchun. Mana uyga kelgandan keyin mana shunaqa пересадка qilib, adaptatsiya qilib sotaman-da. Gul boquvchilar uchun oson bo'lsin deb, ham o'zim uchun tajriba bo'ladi. Mana ekib olib, olamizda bularga suv quymaymiz, barglarini tozalab, salqinroq joyga qo'yamiz va kuzatamiz. Hozir video cho'zilib ketmasin, bundan oldin yaxshilab ko'rsatdim. Ko'rsatadiganlarimni mana bularni ham ekib olaman. Bunda yordamchilarim ham bor mana. Kisa oyog'imizda o'tirishadi doim. Bularni ekib olib, barglarini tozalab salqin joyga qo'yaman, lekin yorug'lik yaxshi bo'lishi kerak. Lekin hali 2-3 kungacha suv bermayman, chunki hozir sirazi suv bersam bu ildiz chirish boshlanib ketishi mumkin. Hali shundoq ham ildiz chirishlari davom qilishi mumkin. Men bu eski ildizlari ketishi mumkin. Holatiga qarayman. Yana 5-6 kundan keyin qo'lim qichisa, yana boshqatdan ochib ko'raman-da, yana qayta ekib qo'yaman. Chunki ildiz chirishi davom qilgan bo'lsa, o'sha yerini kesib tashab, yana Maxim bilan обработка qilib, yana qaytadan ekib qo'yaman. Xuddi bunda birinchi ekkan golland orxideya ham mana shunaqa yopiq idishda bo'lgani uchun chirish davom qilgan. Dagidek bo'lib qolmasligi uchun mana ekib qo'yaman.
Agar nimadir tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, kommentariyaga savol tariqasida yozishlaringiz mumkin yoki bo'lmasa Telegram gruppam, chat gruppasiga kirib, bemalol iloji boricha gruppada yozinglar savollarni. Lichkalarga men ba'zan javob ulgurolmay qolyapman. Chat gruppada обсуждение qilamiz, maslahatlashib, man chat gruppada o'zim natijalarim bilan ham tez bo'lishib boraman. Endi nasib bo'lsa, mana bu qolib ketibdi. Buni qilmadik hali peresatga, unutibman. Bu boya qilganimiz, bundan oldingi videolarda qilingani. Hali joy-joyiga qo'yganim yo'q. Mana bular Xitoy, bitta, ikkita, uchta. Bu ham 4 ta, 5 ta Xitoyim bor. Mana Xitoylar holati yaxshi. Zo'r. Yo'q, bu Golland 4 ta Xitoyim bor ekan. Mana bu Xitoy. Bu barg bergani yo'q. Sal keyinda qolyapti o'sishdan, lekin yana ildiz chiqarisha boshlagan. Mana bular aktiv, ildizlari ham, holatlari ham zo'r. Biz ko'rinarmikin? Bularni ham qo'lim qichib yana peresatga qilib qo'yganman. Mana lekin yangi barg ochdi. Bular umuman barg yo'q edi, yangi barg ochgan uchalasi ham. Bu ham yangi bargi bu. Oldingi bargi emas, yangi bargi. Mana buni kesmaganman probaga. Eski barglarni yaqinda to'kdi, lekin mana bunisi yangi g'unchalab, peresatkadan keyin yangi g'unchalab, yangi ochdi va yana davom qilyapti. Lekin o'sish sal yomon desam noto'g'ri bo'ladi. Turgirlari ham o'ziga sekin qaytyapti bargi. Yangi o'suv ham bor, guli ham bor. Men buni quyoshda ozgina issiqqa kuydirib qo'ydim. Xullas, mana shunaqa gaplar. Sog'-salomat bo'linglar. Like va podpiska bosib qo'yish, kommentariy yozishni unutmanglar. Tajribalarim bilan bo'lishib boraman. Bular 1,5-2 oy oldingi qilgan nimalarim, tajribalarim. Derazam kirdib gap topmanglar, har xil odam bo'ladi. Bu mana shu gul qo'yib, suv solinaverib, kir bo'lib ketgan, hali remontimizni endi qilamiz.